Diqqat, ushbu xabarni tezda barcha yaqinlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab dollar va rubl kursida jiddiy o'zgarish bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 1-aprel kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra rubl kursi 0.39 so'mga tushib 149.97 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 51.89 so'mga pastlab 13.984 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 16.5 so'mga tushib 12.194 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Azizlar, eng so'nggi va shov-shuvli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.